Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga so'zlar yoki rasmlarni atrofida elektroshok berishni ko'rib chiqamiz. Video boshlamasdan oldin kanalga obuna bo'lishni, shuningdek qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Xo'sh, bu elektroshokni siz o'z previewlaringizda ishlasangiz ham bo'ladi. Bu albatta chiroyli effektlardek qo'shilib boradi. Va elektroshokdan tashqari boshqa narsani ham ko'rsatib o'taman. Qani videoni ko'p cho'zib o'tmaymiz. Qani videoga go! Photoshop dasturiga kirib olamiz. Mana kirib ham oldik va unga formatda 1280 ga 720 formatda ochib oldim va pastga tushib orqa fonni tanlayotgandim. Mana orqa fonimni topaman. Mana orqa fonim shu yerda. Добавить mana endi esa bu yerga personaj tashlaymiz. Personajimizni mana shu yerdan topamiz. Mana shu personaj. Yaxshi, xo'sh, seçen bo'lsamiz. Endi esa mana bu chet yon taraflarga elektroshok berishimiz kerak. Xo'sh, bu shokni berish uchun biza mana tepada turganni tanlashimiz kerak. Mana shu tepada turganni ustiga bosib, введите положение. Mana shunday mana orqasi atrofi xuddi elektrday bo'lishni boshladi. Endi esa biz plyusga bosib pускай suvni o'chirib olamiz va mana bu tepada turgan 8 chada belgini bosamiz va заливай degan joyga bosamiz. Nega oppoq bo'lib qoldi desanglar, mana bu pastda zaливкini оводки deb qo'yamiz. Оводка shunday deb qo'yamiz. Xo'sh, endi esa yana o'sha bo'limga o'tib, отмена выключительni bosib qo'yamiz. Xo'sh, endi esa mana atrofi belgilandi. Xo'sh, endi esa effektga kirib, mana bu свечение bosamiz. Свечениеda rang tanlaymiz. Men yashil rang tanlayman. Xo'sh, ichkichani bosamiz. Xo'sh, mana endi orqa atrofi yashil rangda bo'ldi. Yana endi effekt bo'limiga o'tamiz. Xo'sh, mana effekt bo'limiga o'tib, stilnissiya degan bo'limdan steglo deganni tanlaymiz. Mana xuddi elektroshokdek bo'ldi. Xo'sh, hozir menda pasti 20 turibdi. Men buni 17 qilib qo'yaman. Xo'sh, mana xuddi elektroshokdek bo'ldi. Xo'sh, shishani bosamiz. Mana bizni elektroshok berishimiz darsimiz albatta tugadi. Xo'sh, endi esa mening o'zim gapim. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zi bizda 7 ta obunachiligimiz va buni tezda 20 ta obunachiga erishishimiz kerak. Xo'sh, video foydali deb o'ylayman. Albatta videom yoqqan sizga. Endi esa videoni shu yerda tugatamiz. Barchangiz ko'rganingiz uchun rahmat. Videomizni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, barchangizga rahmat. Video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bu albatta siz o'zingiz sinab ko'rishingiz kerak. Albatta bu video buncha yomon chiqqan bo'lsa ham men sizga o'rgatishga harakat qildim. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Xo'sh, keyingi video kommentariyada keyingi video qanaqa bo'lishi haqida yozib qoldiring. Men albatta barcha kommentariyalarni o'qib beraman. Xo'sh, barchaga rahmat. Video shu yerda tugaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.